Assalomu alaykum, roman anglag'uvchi do'stlar. Biz Jaloliddin Bakram yozgan Kona qapqan romanini o'qishni davomlashtiryapmiz. Oldin qismda biz Danishning qamchini qo'lga tushirish uchun Gulbodamni boshqa bir safarga boshlab mangan yerlarini o'qigan edik, endi davomini o'qiymiz. Gulbodam qandaqdir sirliq bir shapini sezgandek bo'ldi. U yo'lda ketib o'tibmi, aram olgandimi, Danishning pat-pat xanjarlik qamchiga qarag'anligi o'tkir nazardan chetda qolmadi. Mana hozirmi u tasma kemerga qistirilgan qamchiga tikilib qolgan edi. Danish aka, qamchamga ko'zingiz tushib qoldimi nima? Dedi u jiddiy qiyofatda. Yo'lda kelgicha pat-pat qarab qo'ysiz. Yo'q, mundaqla havaslanib qarab qo'ydim shu. Danish ichida, "Yo hazrat, nima degan hushyor nima bu?" deb o'yladi. Qamchingizning sirini bilgan har qanday odam qiziqsinib qarag'usi keladi. Ular shu kuni otlarini tunji kunila kardan chiqarib qo'ymaslik uchun salqin haydab o'z mayliga qo'yib berdi. Shunga ikki ochmoq achal yo'ldan o'tib, Gulbodam bir kecha tunigan qum do'ngligiga kelganida eg'ir al yotqu vaqti bo'lib qolgan edi. Danish qurigan yo'lg'in shoxlarini, qoqshal baqamlarni yig'ib kelib gulxon yoqdi. Qaraqash bozordan setib olgan kichikina mis cho'ginni cho'q ustiga qo'yib choy qaynatdi. Dora çayının məzəli hidi ularning ishtihasini g'idiqlab, qursiqining oshqanligini əslariga soldi. Yem xashakning baldurlar tugab ketishdan ansirgan Danish ikki otning egar jabduqlarini tushirib atgandan keyin oldi putlarini tushab, pastdagi yulg'unliqqa o'tlashqa qo'yibdi. U qaytib kelgandan keyin ikki safardosh huzurlanib choy ichishdi. Danish Gulbodam gap qilmoqcha eg'iz ochmaydi. Faqat nalargadir qarab choy ichatdi. Gulxonga o'tin tashlaydi yoki xiyol suratdi. Uning tigi taktini bilmagan Gulbodam har xil farazlarni qilatdi. Ras. Danish ajnabilarga setib berayotgan yodgorliklarni qayerdan kelgandi? Xarobiliklarni qo'limsa, qabrlarni tilg'ab ochmasa, o'g'irlik qilmasa, o narsalar nereden keladi? Bu ajab og'ziching. Dimiqdi odamgina. Yiliqi ajnabining sizning akelgan narslaringga boshqalardan necha esa ortiq baho beryapman. Degini qaraganda Danish uning xilla ishonchli odam bo'lsa kerak. To'g'ri. Yiliqi yeshil ko'z, seriq choch olvasti. Bir yilda xizmatimda bo'lganliging uchun degandek gaplarni qilganda qildi. Danish u ablahning qachonlarda xizmatini qilgan bo'lg'aydi. Ajab ha. Ajnabiyning pat-pat berib turadigan puliga dandab qolgan bu g'urursiz odam Gulbodamdek notunish qizning qarasi bo'lmagan qopqon izdishiga ketyotidi. Uning yana boshqa zarlik o'y-xiyollari bormi yo'q? Agar u Gulbodamga ishtiyoq bog'lab iziga tushdi deb faraz qilganda, uning gap so'zlari, harakati, chiroylarida hech qanday ko'ngilga noliq sirliq alomatlar ko'rinmasa, Donish sodiq qandoq yigit? U Gulbodamga himmat qo'lni xolis sunatamdi yoki g'arazlikmi? Danish aka, xotin bolalaringizni seg'indingizmi? Gulbodam sinchi ko'zlarida qaradi. Men sizni behuda avor qilyapman shundaqmi? Yo'qsu, Danish Gulxon o'tini chuqchilg'ach javob berdi. Men bo'ytoq odamman. Nima? Ayolingizga bir ish bo'lganmidi? O'ylanmasam, ayolim nima ish qilsin? Undaqda ota-onangizchu? Ularning ishkilisi og'riqchan. Shularni boqaman, davoltaman deb boshqalarning sisiq gapini anglab yurmamdim. Gulbodamning qizarg'ini o'ziga bilindi. Danish ikki ojiz qirini biqish, ularning kesilini tevib, hukmalarga ko'rsatish uchun noiloj mush yo'lga kiribdi-kanda degan o'y uning ko'nglidan o'tganda, u qilgan gaplariga pushaymon qilib qoldi. Shundaqdimi uningga yanala dargumonda bo'lib turadi. Hayronman. Mendek notunish qizga ajab yordam qilgingiz kelib qopdi-ya? Qiziq gap bo'ldi-da bu. Danish qo'lidagi o't ko'chilayotgan yog'ochni Gulxonga ochiq bilan tashlab etdi. Meni sizning topa tanlarini anglashga xushtardimlar. O'zlari yalvurdilar. Unmasam dunyodagi sad gapning hamini qildilar. Texijig'lab odamni beoram qilishlarchu, bilib qo'ysizlar. Men mazlum xalqning ko'z yoshiga chiday olmayman. Bo'ldi, men ketay. Danish peshini qiqib o'rnidan turishi, Gulbodam uning belidagi saylisini qamalib oldi, ham xijillik bilan o'zra so'rdi. Bo'ldi, xafa bo'lmang. Menda savallik o'tgan bo'lsa, o'z singlingiz o'rnida ko'rib kechirib o'ting.
Meni mushu jaziraga yolg'iz tashib ketishga ko'nglingiz qiyarmi? Bo'ldi, uxlayli. Tang suzlishkim oz qoldi. Danish kun chiqish tarafga nazar tashildi. Atasar yo'lga chiqmay bo'lmaydi. Men otlarning qishida yatay. Danish long chamda pastga tushib ketdi. Gulbadam qaxirsiz emas degan tamsilni eslab qoldi. U gulxon atrofidagi shox o'tullarni o'tqa tashlab, xurjundagi oq libos bilan daka ro'molni oldida quloq qiqib namoz boshladi. Yulg'un tuvida to'nini g'eribcha yepinib yotgan Danish uchqun chachirtib kuyayotgan gulxon tarafga qaradi. Onunğa namoz o'tayotgan qizning siymosi bajoyiki oq libos, oq ro'moliq parizatda ko'rindi. Biroq Badimakning o'ziga faqatla ishonmayotganligini bilatdi. Shunga uning ochiq til zahardek ta'nilarini har olgan Danish uningdan patroq ayrilishni o'yladi. Aradan xeyli o'tdi, lekin Danish uxlamadi. Kuyayotgan gulxomu uchib uningdan ko'kish is erinchaklik bilan yuqoriga ko'tarilyotdi. Kechining jimjitligida qizning bo'sh pushildigan ovoz anglatdi. Danish o'rnidan turib o'ltirdi-da atrofga nazar soldi. Tilsimliq cho'l sukunatga cho'mgan edi. Kaslanchuk patmuchuqlarning kitirlashlarimi anglanmaydi. Faqat u qushning yuraklarini ansizlikka soldigan shum hovlashlari nagan-naganda anglanib qoladi. Danish dönge qarab o'mildi. U baya xanjarlik qamchining tasma belboqqa qistirilganligiga alohida diqqat qilgan edi. Libosni yepinchi qilib olgan Gulbadam xurjunga beshini qo'yib tatliq uxlayotdi. Tin chiqarmay qarab turgan Danish tizlangicha uningga asta yaqinlashdi-da qamchiga qo'l uzatdi. "Bek ehtiyot qiling." Danish qizning qimirlabmi qo'ymay qilgan so'zdan cho'chib qo'lini darhol tortib oldi. "Meningizning qitiqi ustimni bulg'atmisin?" Danish shu chaqdala ajal og'zining chekisiga tirilib qizning barmoqlari miltiqining tepkisida ishkanligini ko'rib qoldi. U nima qilarini, nima deyishini bilmay tamtirab ketdi. U duduqlig'incha: Men Gulxon uchib qopti ekan, ustiga o'tin solay deb kelgan edim. Qamchingizni ko'rib boqqim kelib, dedi. "Men ko'rib boqing." Gulbadam o'ltirg'incha qamchini uning sundi. "Yo'lga chiqqandan beri uni ko'rib biqish niyatingizning borlig'ini bilatdim." Niyatingiz so'zining qasdan yuqori ovozda so'zib talaffuz qilinishi Danishni aytqusiz o'sal ahvolga qoldirgan bo'lsa, qizning tulumu chechan, aqlliq, hushyorligi jasoratidan derak beradi. Miltiq Stovelning o'ziga qarab turganligidan qo'rqqan Danish qamchini darhol qaytirib berib o'rnidan turdi. "Men ketay, kechirsizlar. Uyqularimni buzib etdim." "Yo'qsu, mening kichikimdan tartibla qurut midirlisimi tuyib yotadigan eski odatim bor." Buni eski odat degil bo'lamdi. "Albatta shundoqda. Mana sizga qamchini ko'rishgimi ijozat bermagan bundaq uyquni yaxshi degil bo'lmas." Danish o'rniga qaytib kelib, belidagi saylida peshonlarini surtdi. Chunki u terlab ketgan edi. Shuncha sirliq va tevissiz harakatining bundaq rasvolik bilan oyoqlashishini o'ylamagan Danish asta pichirladi. "U chiqig'il bo'lmaydigan odam siyoqidagi olg'ost ekan. G'ayri g'arazdagi bir kechida tunda yiniga kelsa, u na qo'rqqay, na tamtirgay yoki huduqqay. Bundaq jasorat ham turgullik, pishqon, yetilgan, o'ziga ishongan boturlardilla bo'lishi mumkin." 10 bob. Karnih Moller ishxonasining ustal ustiga qo'yilgan sirliq qopqon bilan jaynakchilik kildigan bir qadimqi haykalni tadqiq qilyotdi. U qopqonning hamma yerini tekshirib, silab ko'rib, echildigan biror yerini topolmadi. U echilmagan ishkan uni qurg'ulimi bo'lmaydi. Biroq qopqonning qosqon, ilmak va boshqa yerlardagi qopartma naqsh gullar, har xil hayvonlarning rasmlaridan qaraganda 17-asrdagi rassomlik usullariga tushadi. U oxir zerikib qopqonni bir chetga qo'ydi-da, haykalni qo'liga ilib, lopa aynakni yaqin ilib keldi. Haykalning mushtumdak beshiga egiz turtaklib olgan narsa chashmu yoki sallimi belgili bo'lmaydi.
Uning qapoqlari, qo'shma qoshlari, qo'shqar mungizda qayrilgan burutlari, qangshorliq burni g'arbiy diyorliklarning ajdodlarini asga salatdi. Hayron qolarliq yeri shuki, uning uzun so'zilgan yoyisman bo'ynining uchi suv kalisiga aylanib ketgan bo'lib, bu haykalning islomiyatning oldidagi buddizm davriga mansub ekanligi aniqla edi. Karnik Moller bu ikki qadimgi yodgorlikni rosa qiziqsinib ko'rayotganda ishxonaga Kinatun Bois kirib keldi. Bu shahvatxo'r odam ichim pushib ketdi. Bir necha kun ko'ngli ichib kelay, deb xotin ilchiga ketib, mana endi yerim oyning qarisini olgandila qaytib kelgan edi. Sen xotin ketganda u keptikan, men uni bir vazifa bilan yo'lga soldim. Vazifa? Kinatun devonga kelib o'tirdi. Qanday vazifa u? Moller xanjarlik qamcha haqida havaslangan holda so'zlab berdi. Uning qadimgi davr ovchilik madaniyatidagi bir go'har ishkanligini tafsil ta'riflab ketdi. Lekin gaplarining Kinatonga yoqmayotganligini sezgan Moller uning chiroyiga zan soldi. "So'nim bo'ldi? Ko'nglim paraganda deginingga qaraganda biror ish yuz berdimi qandoq?" "So'g'uqmi tushdi?" Kinatonning qapoqlari sanglab ketgan edi. Endi darhol 4-chi qitimliq ekspeditsiyani boshlab oladigan ilib tezroq ketayli. Men sal ansirab qoldim. Nimishqa? Nimish qishganligini so'rama. Biror ko'ngilsizlik chiqadigandaykla ko'nglim uyib turdi. Odamni ansizchilik solmay, nima anglagan ko'rganlaring bo'lsa demamsan. Kinatun Bois bu qitim shahriga kirib Hindistondan o'simlik dorilari, qimmat baholiq go'har, inju yaltiroqlarni ilib kelgan savdogarlar bilan To'saldagi bir boyning oromgohida billa bo'lib qoldi. Sorun orliqida ular bilan Kalkutta va London haqida paranglashib ko'ngli g'ashlikka to'ldi. Chunki Londondagi ba'zi qalam sohiblari, yirik ziyolilar, sharqparastlar, jungoliq muhojir olimlar Jungoning g'arbiy diyori va Gansu, Ningxia, Qinghai rayonlarida arxeolog tonini kiyib olgan chet elliklarning ekspeditsiya niqobi ostida qadimiy yodgorliklarni, isil nafis san'at buyumlarini talon-taroj qilayotganligi haqida gazet jurnallarda ilmiy maqolalarni e'lon qilib, har xil anjumanlarda so'zlab xalqning g'azabini qo'zg'agan edi. Bu haqda o'z narsalarining qadriga yetmagan, to'smagan, hatto ularga imkoniyatlarni yaratib bergan Jungo doiralarini kelishtirib qamchilagan edi. Men hiliqi savdogarlar olg'ash kelgan gazet jurnallarni ilib keldim, dedi Kinatun eg'ir talaffuzda. Nihoyat qattiq gaplar bor. Kesh ko'rib boqasan. Mening ismimni atab uchuq ayblabdimi? Moller g'urtda yutindi. Sen g'o kichkina ishlarni bak mubolag'a qilib etsan. Nima deb jo'ylayapsan? Odamni tirik turg'izib jinini oldigan tillar bor. Kinatun ochiqda o'qigan, anglaganlarini yushirib o'ltirmadi. Jungo arxeologiya institutining bir professori gazetga Jungoliqlar chet ellik arxeologlar ichida eng pastkash, eng nomussiz odam Karnik Moller. Uningdan qolsa fransiyalik professor Piliot deb qaraydi. Ularning Donxuan Ming uydagi maxfiy kitob ombirini yo'tkab ketganligini Jungo xalqi mangu apo qilmaydi. Yana to'ymas qaroqchi Shvetsiyalik Strich Werner. U qumga ko'milib qolgan Kiroran xarobilikidan yuqori qimmatga ega har xil tarixiy hujjatlarni o'g'irlab ketdi. Bu bulangchilardan Jungo xalqi mangu nafratlandi, deb yozibdi. Karnik Mollerning chiroyi supsur tatirib ketdi. U deriza oldiga kelganda Anjambog'ning sop-seriq zabiron bo'lgan manzarasiga qarab ulug' kichik tindi. U agar ashu narsalarni qezib qutqiza olmagan bo'lsam, yer ostida chirib to'piga aylanib ketmamdi. Bu to'kpamga kim ko'z yumalaydi? deganlarni o'ylab birdilla g'azabga keldi. Yana qandoq tetiqsizliklar bor? Moller chirtda yerga tukirdi. Qani degina? Angliyada turishliq bir jungo muhojiri apandi ilim ahli ziyolilar to'plashgan bir sorunda mundaq deb jarsabdi. Arxeologiya upa anglikini surtib olgan u odamlarni Jungoning intayin yiroq ham intayin cho'l bulung pushqoqlariga kelishga dalolat qilgan narsa zodi nima? Boyliq, yodgorlik, qimmat baholiq go'harlar. Agar ba'zilar Karnik Moller, Strich Werner, Von Lecoq, Belliot iqimdikilarni oqlab, ular keyingi avlodlarni ko'zda tutib, o'zigidan chirib tugaydigan isil go'harlarni qutqizib qoldi, deydigan bo'lsa,
Biz Jungoliklarmı мәңгі g'oyib bo'lgan ashu narsalarni tilga olmay turolmaymiz. Havo kelimatning qurg'oqligidan necha ming yillar chirmay, sisimay kelgan u qimmatli yodgorliklar ashu ablaqlarning qutqizishiga muhtojmikan? Qutqizgan ishkan, nima uchun shu davlatning xalqiga topshirmay, o'z davlatiga elib ketdi? Bu isbot talab qilmaydigan nomussizlarcha bulangchilik. U ablaq so'zlagan shu maydonda bo'lib qolgan bo'lsam, chuqum uni etishdatdim. Vaqirdi mollar asabiylashib. Hammasi savodsizlar chuqum, nodonlarcha biljirlash, go'yoki bir to'p saranglar. Undaqda Angliyalik atoqliq nazariyatchi ham tadqiqotchi Peter Hopperik apandimi o'sak so'zlaganmidi? Dedi Kinaton sal qizishib. U o'z maqolasida yuqorqi arxeologlarni bulangchilar, aldamchilar, qaroqchilar, arxeologiya sohasidagi o'g'rilar deb yozibdi. Nima? Peter Hopperni shundaq debdimi? Tufi. Moller qattiq vaqirdi. Oljibdi u ablaq. Buyuk Britaniya imperiyasiga qilcha muhabbati yo'q munofiq. Mening ansiravatqinim ularla emas. Kinaton eshik sirti qarab qo'yib gap boshladi. Karnik Moller niqoblangan arxeolog, u mohiyatda Angliyaning josusi degan gapni anglab qoldim. Bu bizni odul Jungo gunduxonlariga opirib tashlaydi. Buningda mening xabarim bor, dedi Moller Kinaton o'ltirgan joyda divonga kelib. Bu Chorosiya konsuli Petrovskining bizga ko'zi qizdirib Jungo doiralariga qilgan qutratquligi. Van Ambal buningdan qattiq afsuslandi. Kallamdan zadil o'tmaydi. Kinaton sigaret tutashtirdi. Jungo doiralari yaxshi sharoitlarni yaratib berib, to'salg'u bo'lgan inoyat oxundikilarni jazolab, bizni qo'llayotsa, o'zimizni g'aribliklarga zodi nim bo'lgan? Bu nimacha ko'p fitna yig'va? Ha, mana endi Kinaton boisdek mulohiza qilding. Moller birdili jallandi. Bir qism vatan osilari bizni ko'rolmayotdi. Esingdi-do. Birinchi qitimliq taklimakkandan qaytib, Donxuang tosh kemirlaridan, Wang Yuandong degan qeyri ablaq saqlagan qadimgi kitob omborlaridan, Qizil Ming uy kemirlaridan, Turpan, Singim, Simsim va qarg'o'jilardan apargan jahon shumul boyliqlar butkul dunyoni zilzilaga solmadimi? Nurg'un davlatlardan kelgan arxeologiya olimlari, mutaxassislarning ko'zlari chakchiyib, o'zlarini qo'yar joy topolmay qilishdi-ku. Karnik Moller gerçi Kinaton bayisini qayil qilganda qilsimi, lekin do'stining chiroyidan yana qandaqdir ansizlik alomatlarini ko'rib ko'ngli o'rniga tushmadi. Shunga u yaqinqi zaman tarixidan dalillarni keltirib Kinatonni qayil qilmoqchi bo'ldi. U ayni davrdagi tarixiy faktlarni suvdak ichib olgan edi. Miladiya 1829-yildan 1890-yilning oxirlarigacha rossiyalik jug'rafiyashunos Umbelet Romansov, Coğrafya ilmi cemiyetining a'zosi Semenov, Qozoq ofitser Cho'qon Valixonov, Kolbaris, astronomiya olimi Shayinxosit, Rus sharqshunosi Perijvalskiy, ofitser Kiropantikin, Kirom Girijmaylu qatoriqlar ilgari keyin kelib g'arbiy yurtning jug'rafiyalik o'rnini bekitish xaritasini sizish degandek bahonlarda qidirish ilib bordi. 1857-yil Germaniyalik Adolfis va Robert 3 aka-ukalar Kashmirdagi Ladakhdin yo'lga chiqib, Qaraqo'rim tog'laridan o'tib, Qog'iliq, Yakan, Qashqar qatorliq yurtlarda tekshirish ilib bordi. 1824-yildan 1889-yilgacha Angliyalik savdogar Moruk Rofit, Henry, Montgomery, Hayvarat, Robert, Forsyth, Morgan, Douglas, Carey, Kapitan Bill, Johnson, Bower, Rental qatoriqlar biri kelsa biri kelib, Tarim vodisi, Himalaya tog'lari, Qaraqo'rim, Xotan, Tibet, Ili, Keriya, Barikul, Guchung, Urumchi, To'qsun, Qarashahar, Korla, Aqsu Qashqarlarda tekshirish ilib berib, bu diyorlarning nopsi, havo kelimati, aholilarning irqiy tarkibi, iqtisodiy, jug'rafiyalik joylashishi, jamiyat ahvoli qatorliqlarni tekshirib ko'plagan qimmatli materiallarni yig'ib ketishdi.
1873-yili Vengriyalik Birzinsi, Pol qatarlıqlar Qashqar, Yakan, Sheydulla Eg'izi va Qaraqurumdan o'tib, Kashmirdagi Lihqicha bordi ham mo'l materiallarga erishdi. 1873-yili Fransiyalik Botvalot, Kapus, Papin, Henry Dorleanlar birining orqasidan biri kelib, Yakan, İli, Korla, Yulduz, Qara shahar, Lopnur, Altun tağlarda tekshirish ilib berib, naydi nurg'un hayvonot va o'simliklar avrishkilariga erishdi. Tarixiy faktlarni so'zlab, o'z so'zida hayajonlangan Moller cho'nqur nafas elib, o'rindiqqa kelib o'tirdi ham o'zini besib ololmay bir haza hosirdi. Mengo boyliqqa, qimmat baholiq go'harlarga, tarixiy qiymati bor yodgorliklarga herisman bo'ldim, lekin yomon g'arzim yo'q. Moller ustalga paqqit urdi. Adnasi shu yaqinqi 1890-yildan hozirgacha bo'lgan 20 necha yil ichida Rossiya bilan Yevropadagi har qaysi ellarning Markaziy Osiyo va Tarim vodisiga bo'lgan ekspeditsiya faoliyatlari yuqori to'lqin ko'tarildi. Rossiyalik Kozlov, Obrochev, Krimnis, Germaniyalik Derlan, Von Lecoq, Fransiyalik Pelliot, Yaponiyalik Otani, Jiruichao, Yisven, Ronsellang, Amerikalik Warner qatorliqlar qezib tekshirish, kuzatib beqish, sayohat qilish degandek niqoblar bilan kelishdi. Men yaxshi niyat bilan kelsam, bo'lmamdikina? To'g'ri deysan, do'stim Moller. Kinaton bayisning ruhi ko'tarilgandek qiladi. Biz faqat ekspeditsiya bilan muhim tarixiy boyliqlarga erishishni o'ylaymiz. Lekin sen degan iliqi kishilarning ba'zilari niqoblangan josus bo'lib, yer shaklini o'g'irliqcha o'lchab, xarita sizib, axborot to'plab, turli shumliqlarning hammasini qildi. Qaqi qaqi etar, o'z ko'nglini xo'sh etar degandek ular o'zlarini pardozlashga ustaydi. Inoyat Axunning Natunish yeziqdagi kitoblari tepilmagandan keyin Moller qarindoshlar boylik izlash atirtini yuqori bahoda setib, Xotan atrofidagi xarobeliklarni qezishga tashkillab qo'ygandan keyin o'zi Qaraqo'rum tog'lariga berib, yer shakli, daryo ko'llar, yo'llar, egiz davon eg'izlargacha xarita sizib, o'lchab kelmadimi? U bularni azaldan bo'lib baxmagandek eg'iziga ilibmi baxmadi. Darvaqa 19-asrning o'rtalaridan tortib 20-asrning boshlarigacha nurg'un chet ellik olimlar, harbiylar, amaldorlar va xilma-xil ekspeditsiyachilar har xil maqsad va vazifalar bilan Jungoning g'arbiy qismiga kelib, tekshirish va ekspeditsiya ilib berishdi. Ularning ba'zilari keyingilar uchun foydalanishga arziydigan nurg'un tekshirish dokladlari, ekspeditsiya xotiralari va Jungoning g'arbiy qismining tarix, millat, din, jug'rafiyasiga doir xotirlar va suratlik materiallarni qoldirdi. Bu albatta ahamiyatli ish. Lekin buzg'unchilik, bo'langchilik, g'arazlik kuzatish va xarita sizish, qudratqullik qilish xarakterdagi ekspeditsiyachilar jahongirlarning Jungoga tajovuz qilish tarixini tadqiq qilishning bir muhim mazmuni bo'lib qoldi. Ular nima uchun O'rta Osiyo va Jungoning bir qism rayon o'lkalariga shuncha qiziqdi? Nima uchun yer sharoiti, havo klimati, jug'rafiyalik o'rni, tog' daryolarini tekshirib xaritasini sizdi? Ularning kishiga aytilmaydigan yana qanday g'arazlari bor? Chunki ba'zi jahongirlarning Jungoning g'arbiy diyorini, Jungoni yutilish yomon g'arizi bor edi. Hatta ba'zi qiri jahongirlar g'arbiy diyorni talishib, bir-biridan qizg'inishib, manmanlik qilishib, jiddiy holatni shakllantirgan edi. Alayli, Karnik Moller 3-qitim g'arbiy diyorga ekspeditsiyaga yurish qilishdan sal ilgari do'sti Makartinidan bir maktub topshirib oldi. Uning mazmuni mundaq edi. Afg'oniston safari amalga oshmay bu yerga qayta kelishni xohlasangiz, balduroq yo'lga chiqingiz tuzuk. Chunki Lecoqmu, Von Lecoqni demakchi, yana bir qitim tekshirishni planlayotdi. Agar Germaniya diplomatiya ministerligi Rossiya gazetlarida kayni-kayndan tashviq qilayotgan Qashqardagi qo'zg'olon sababidan pasport berishni rad qilmagan bo'lsa, u hozir g'arbiy diyorga kelib bo'lishi mumkin edi. Amaliyotda Jungoliklar hech bo'lmaganda bu yerdagi Jungoliklar azaldan Angliyaga qarta bugünkidek do'stona bo'lmagan edi. Jazmlashtiraymanki, siz yetib kelsangiz, shu ambal do'stlaringiz quchqini kang ichib qarshi oladi. Karnik Moller
Qashqar bosh konsuli Makartini yozgan mushu xatdan keyin Afg'onistonga yurish qilish planidan voz kechib, nihoyat tezlikda Hindiston hukumatiga o'zining Jungo Shinjongda 3-qitimliq arxeologiya va ekspeditsiyachilik tekshirish ilib berish haqidagi planini sungan edi. Bu ishlarning o'tib ketganiga xeyli yillar bo'lib qoldi. Karnik Moller bu navbat ilib berilgan 4-qitimliq yurishga puxta tayyorlik qilgan edi. Shundaq qilib, bu qitimliq o'qishimiz mush yergacha bo'ldi. Davomini kelgan qitim o'qiymiz. Xayr xo'sh, Allohga omonat.